Oltinchi omadli mijozimizni aniqlash uchun oshlig'imizga yuzlanamiz. Oshlig'a barabandir to'g'ri aylantirasiz. Xo'p, endi ichidan bitta sariyni olib berasiz bizga. Xo'p. To'lqinbek aka ekan. Telefon qilamiz. Xo'p. 99lik 408 21 17. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bizga To'lqinbek akamiz kerak edi. Ha? To'lqinbek akamiz kerak edi. Ha, nima aka chiqaman? Asaka Yog'izovut ro'parasida moy almashtiradigan joydan bezovta qilyapmiz. Aha. Konkursimizga kalotka qo'ygandik Hypat firmasidan. Ha? Homiylarimiz tomonidan o'shunga kalotka yutib oldingiz. Hop, bo'ldi aka, bugun ham bo'ladimi, ertaga tushaymi aka? Aka, vaqtingiz bo'lganda kelib, sovg'angizni olib ketaverasiz. Bo'ldi, xo'p. Men tushaman. Bo'ldi aka, rahmat katta, sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling aka, kelaverasizlar. Xo'p, mana Hypat homiylarimiz tomonidan berilgan Hypat kalotkasini xudo xolasa akamizga beramiz. Boshlig'i, Salomat bo'linglar. sizga ham katta Uylarga, ishinglarga baraka, ishinglarga baraka bersin.